Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, yaqinlashib kelayotgan yangi yillar muborak bo'lsin. Bugun obzorimizda Jack kompaniyasining liftback uslubida ishlab chiqarilgan Jack G7 modeli haqida gaplashamiz. Jack G7 oldi ko'rinishidan Mercedes AMG larga kelishib ketadi. Hop. Kapot tagida 1,5 lik turbina, 150 ta ot kuchi yashiringan, optika qismlari LED farada ishlab chiqarilgan, juda ajoyib, cho'tka, kechki paytda juda chiroyli ko'rinadi. Mashina materiali atsenka oldindan aytib o'taman, juda mustahkam materialdan ishlab chiqarilgan. Balon razmerlarimizga keladigan bo'lsak, 17 lik razmerda yumshoq balonlar. Diskalarimiz alyuminiy quyma zavodskoy hisoblanadi. Ko'rishingiz mumkin. Mashinada ABS sistemasi, EBD sistemasi bor. Mashina qulaganingizda bakoy yopiladi, ochganingizda esa ochiladi. Bu yoqda esa beskruchoy do'stimiz bor. Mashinani ochamiz, mana kelganda ko'zimiz tushadi. Sifatli plastikdan ishlangan, ishoning do'stlar, qirilib ketadigan emas. Ko'p mashinalar shu taraf bilan charchatadi, ya'ni kelganda nimadir tekkanda qirilib qoladi. Bu unaqa emas. Hop, bu eshik ochgichlar, center zamok bor mashinada. Hop, elektron oyna ko'tarib yopadiganlar, hop, oynani yopish uchun ham, eshikni yopish uchun ham center zamok. Bu yoqda esa pusholka, kolonkalar. Endi bu tarafi albatta o'zingizga ma'lum. Bu salafonni esa men shilmay qo'yaman. O'zingiz xudo xolasa olib tashlaysiz. Qani? Aka, bismillah. Sizni mashinangizga o'tirib ko'ramiz, inshaalloh. Niyat qilganlar bitta like. Hop, kirganda ko'ramiz. Havo deflektorlari, pechka konditsionerlar mo'shni ishlaydi. Ko'rishingiz mumkin, tablo ham juda ajoyib qilingan. Sportivniy mashinalar kelish ketadi. Hop, rulimizda hammasi joylashtirilgan, ya'ni audio sistema boshqarish, cruise control, hammasi klimat kontrol deganday. Bu yoqda esa 14 dyumli kattagina monitor. Bekorga video boshida aytmadim. Mercedes AMG larga tashqi ko'rinish bilan o'xshagan bilan yana birgalikda bu yoqda monitori ham o'xshab ketadi. Bu yoqda hop, eko kojadan ishlangan torpeda ustiga qo'yilgan, chexol qo'yish shart emas. Hop. Bu yoqda bespirodniy zaryadka yo'q, lekin joy qilingan, lekin qo'yilmagan. Hop, skor rechagimiz. Ko'rishingiz mumkin, start stop deb zavod qilishingiz mumkin, o't oltirish mumkin demoqchiman. Hop, bu yoqda esa xo'p, o'zim yaxshi ko'raman. Qarang, qanchalik qulay darajada avarinka o'rnatilgan. Hop, ko'p joylarda juda qiyin joyda bo'ladi, bunda esa juda yaxshi joyda o'rnatib qo'yishgan. Avto hold ruchnik bor. Mashinada EcoSport normal rejimlari bor. Bu yoqda pastakanchik, bu yoqda esa albatta bar o'rnatilgan. Bu yoqda bardachogimiz. Mashinaning tepa tomoniga chiqamiz. Bu yoqda salon chiroqlari, xo'p, yana lyuk ochish tugmachalari bor. Xo'p, shtorkasi qo'lda ochiladi do'stlar. Bu lyuk xohlasangiz tepaga qilib yoki umuman ichkariga kirgizib qo'yish ham mumkin. Mana shtorkasi. Hop, sidinalarimizga o'tamiz. Sidinalarimiz kojindan ishlangan, oldida ikkitada abagrev tizim mavjud. Mashinaning orqa tarafiga ham hozir o'tirib ko'raman do'stlar. Avvalo, men hozir mashinaga o'zim moslashishim kerak. Mashinani rulini pastga tushirish yoki tepaga ko'tarish mumkin va sidinani oldiga surgan holda mana hozir men o'zimga juda qulay darajada o'tirib oldim. Hop, mashinada hozir tushganda ko'rsataman, sidinani ko'taradigan tizimi ham bor. Hozir mashinani o'zimga moslab to'g'rilab qo'yganman. Orqa tarafga o'tirib ko'ramiz. Bo'yimga keladigan bo'lsak, 183 bo'yim. Ko'p videolarda aytaman buni. Hop, mana bu yerdan hop, nasozi bor. Sidinani ko'tarish mumkin. Hozir endi teginmaymiz bunga, chunki orqaga o'tirib ko'rishimiz kerak. Hop, orqa tomoniga o'tdim. Ko'rishingiz mumkin. Mana shu bo'y bilan sidinani bu yoqqa surgan holatim. Qani, bismillah. Mana do'stlar, hech qanaqa hop, siqilib, nima qilib, noqulaylik tug'dirmayapti men uchun. Hop, 3 kishi bemalol orqada o'tiradi. Hatto bu yoqda salafani ochilmagan podagonlik sifatida foydalansa ham bo'ladi. Bu yoqda chiroqlarimiz bor, orqa tarafda o'zi uchun mana o'chirib qo'yamiz. Aerobaglar o'rnatilgan. Xavfsizlik kamarlar taqilgan. Hop, bu tarafdan bitta ko'rsataylik. Qanaqa ko'rinadi orqa tarafdan. Hop, bu yoqda konditsioner bor. Mana barda tagida telefon qo'yish uchun joylar ham qilingan. Mashinaning orqa tarafiga keldik. Monoqosh
jack emblemi. Hop, jack emblemi tagida orqani kuzatib turuvchi kamera bor. G7 model. Bu esa do'stlar bagaj qismi. Yukxona. Yukxona 540 litr. Bu yoqda esa propa o'rnatsangiz qo'yishingiz mumkin. Hozir dakatga turibdi. Shtorkani olgan holda orqada sidinani yotqizasiz hamda 650 litr bo'ladi. Shu holatida esa 540 litrni tashkil qiladi. Xo'p, lekin bagaj yopilishi qo'lda, ya'ni rushnoy, elektropaket qo'yilmagan. Aerodinamikasi juda cho'tga ishlangan, havoni kesishlari, hop buni haydab ko'rganda shunchalik bildik, razgon olishlar juda zo'r. Hadovoylarda umuman gap yo'q do'stlar, hadovoy juda cho'tga ekan. Buni haydaganda bildik, yuqorida aytganimdek. Mashinani ranglariga keladigan bo'lsak, oq, qora, qizil hamda mokri. Ya'ni GS6 rangiga o'xshagan mokri svetlarida bor. Mashinaning narxi oldin 253 million so'm edi. Hop, biz sizlarga 235 million so'm qilib, sizlarga yangi bonus qilib, chegirma qilib qo'yganmiz. 235 million. 235 millionning 30%, ya'ni mashinaning 30%ni boshlang'ichini to'lagan holda 1 yildan 5 yilgacha bo'lgan muddatda kredit qilishingiz, perchisleni o'tkazib, ya'ni pul o'tkazib olishingiz mumkin yoki naqd pulga xarid qilsangiz ham bo'ladi. Hop, respublikamiz bo'yicha Toshkent Motors avtosalonining 6 ta filiali hozir ish yuritib kelmoqda va mashinaning avtoehtiyot qismlari, mashinaning avtoehtiyot qismlari hammasidan bor. Biz chunki Jack rasmiy dilleri hisoblanamiz va biz to'g'ridan to'g'ri zavodidan avtoehtiyot qismlarini yetkazib beramiz. Jack G7 o'zimga yoqadi rosti. Do'stlar, 90 kodi bilan 133 88 66 raqamlariga qo'ng'iroq qilasiz. Barcha qolgan ma'lumotlar sizni qiziqtirgan savollarga javob beriladi. Toshkent Motors sifat qiymatdan ustun. Toshkent Motors yangi yillaringiz bilan o'zingizni ehtiyot qiling.